Deydilarki, qosh bo'lmasa, o'smaga ham bo'lmasdi-da ehtiyoj. Taxtga shohdir munosib, shohga esa tillo toj. Ofu yurgan adirda arslon yursa yarashmas. Taroq bilan odamlar sochsiz boshi qarashmas. Do'st tutinar har odam, dil-dilga gar tushsa mos. Sevishmaga yigit qiz, gar bo'lmasa ehtiros. Yaxshi kunda yaxshi do'stlar yarashgaydir har doim. Yaxshi do'st tutinganlar omon bo'ling iloyim. So'zni so'zga ulayman, do'stlarga tilab umr. Chin do'stlarni chorlayman davramizga birma-bir. Bular aytaridir izhor, kelin kuyovga yurakdan, to'yxonaga kirar fayz albatta bular aytgan tirakdan. Bu omonat dunyoda yaxshi niyat so'z qolar. Yaxshi yomon kunlarda faqat eng yaxshi do'st qolar deymizda, chin do'stlarni kutib olamiz. Singlim yaqinroq kelasizlar. Assalomu alaykum deymiz. Avvalo xush kelibsizlar mana shu bugungi go'zal kechada sizlar bilan diydorlashib turganimizdan biz ham juda mamnunmiz. Endi sal-avval e'lon qilib o'tganimizdek, bugun kelin-kuyovlar, ya'ni mana shu to'yxonani eng baxtli insonlari bo'lmish Sanjarbek hamda Layloxonlarga bugun qaynoq tilaklarni yo'llash, ulashish vaqti yetib kelgan ekan. Mana shu chiroyli tilaklarni demak boshlaymiz. Demak, singlimizni birinchilardan bo'lib tilaklarga taklif etsak, sababi shuki, bugun kelinimizning dugonasi to'yxonamizga mehmon sifatida tashrif buyurgan. Marhamat, tilaklarimizni kelinimizning dugonasi boshlab beradilar. Eshitamiz. Assalomu alaykum she'rga aziz mehmonlar. Bugungi kechamizning sababchisi dugonam Layloxon va bugundan e'tiboran umr yo'ldoshlari bo'lmish Sanjar akalarning baxt va quvonchli kunida o'tar ekanmiz. Men bularga baxt, saodat, uzoq umr, solih va soliha farzandlarning ota-onasi bo'lib yurishlarini tilab qolaman. Rahmat deymiz singlimizga. Hayajon bilan bo'lsa-da samimiyat bilan chiroyli tilaklar bugun kelin-kuyovlar tomon ulashib qoldi. Biz ham mana shunday go'zal tilaklar o'zingizga hamroh bo'lsin deb tashakkur bildirib qolamiz. Endi barcha kuyovjo'ralar nomidan kuyovimizning do'stini qalb so'zlarini birga tinglaymiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum mashirga bo'lgan aziz mehmonlaringiz bo'ldi. Bugundan Sanjar o'rtog'imiz hamda bugundan boshlab uning umr yo'ldoshlari Layloxonning nikoh va vaqtgachalarida o'tirganmiz. Bu ikki yoshga baxt saodat tilaymiz. Keyingi yil Xudo xohlasa mana shu paytlarda 5 to'ylarda o'tirish nasib qilsin hammamizga. Rossiyadan kelib olgan o'rtoqlarimiz hamma nomidan tabriklayman. O'rtoq baxtli bo'l. 99lar. Rahmat deymiz tilaklar uchun ofarin deb qolamiz va mana shunday haroratni tushirmasdan shu kayfiyatda kelin-kuyovning yaqinlarini, yoshlarimizni davramizda raqs maydoniga birgalikda kuzatsak-da, chiroyli raqslardan ham bahramand bo'lib qolib, mana shunday chiroyli shu qo'shiqlarimizni sizlar uchun uzatib qolamiz. Marhamat, davra sizlarga muntazir.